Get ready with me chemodan sotib olganim. Bunaqa kunlar kelishini men bilardim, lekin bunchalik tez kelishini bilmagandim. Hozir faqat chemodan olishga emas, balkim salonga ham borishim kerak, chunki manikyurimni yangilashim kerak. Manikyurimni yechib чистый manikyur qilaman, chunki whatever, makiyajni boshlaymiz. Va lёгкий naturalniy makiyaj qilamiz, chunki Sergilda-yu kimo. Birinchi o'rinda yuzim kosmosdan ko'rinish uchun Accessify Glow Serum suraman. Bu sovurtka nafaqat yuzni yaltillatadi, balkim tonini ham tekislab, har xil quyoshdan tushgan dog'larni, postaknelarni ketkazadi. O'zingizlar uchun screenshot qilib olinglar. Shu sovurtkani обычно men tonalkani tagidan suraman, чтобы yuzim yaltillab turishi uchun. Именно shu uchun ham makiyajim kuni bo'yi 8-9 soatlab turib beradi. Обязательно SPF. Kechadan temasiga qaytsak, mana avgustda ikkita polyot kutib turibdi. Bittasi Turkiyaga, bittasi Xitoyga. Turkiyaga oyim va singlim bilan aylangani ketyapmiz, bir haftalik. Xitoyga esa yarim yilga ketyapman. Butun yoz o'zi Xitoyga dokument yig'ish bilan o'tib ketdi. Universitetga borib, buni qilish kerak, buni qilish kerak, viza centerga borish kerak, bankka borish kerak, bu yoq hammasi bilan o'tib ketdi yozim ham. Lekin xudo xolasa keyingi yarim yilim men uchun eng unutilmas va eng takoy nishiy bo'lib qoladi, chunki juda ham ko'p narsa kutyaptim meni. Turkiyaga uydagilarim bilan ketyapman va u yerga borgandan keyin git bo'ladi. Bizga qarashadi, biz bilan yuradi, o'zimizni yo'qotib qo'ymaymiz. Bu lekin Xitoyga ketayotganda men o'zim bo'laman. Face to face with my fears. Menda ishoninglar zero survival skills. O'zi diplomatiyada o'qiyman, lekin bizda exchange dasturlari ham bor. Men Xitoy tili o'qiganligim uchun Xitoyga bora olaman faqat. Accessify lip oil. And this is my final look. Birdan ongacha baholanglar.